Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar ayrim muassasalarga endi avvalgidek bemalol kirib bora oladimi yoki yo'qmi? Kimlarga kirish cheklanadi? Qaysi holatlarda eshik oldidan qaytarishlari mumkin? Va eng muhimi, bunday vaziyatda pensioner nima qilishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buva-buvimiz, nafaqadagi qarindoshimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bu mavzuda ko'pchilik noto'g'ri tushunayotgan jihatlarni ochiq aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi tushuntirishlar sizga ham, yaqinlaringizga ham real hayotda kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin ko'plab pensionerlar pensiya, nafaqa, subsidiya, dori-darmon, tibbiy ko'rik, bank kartasi, kommunal to'lov, mahalla masalasi bo'yicha turli idoralarga bevosita borib, eshikni taqillatib, xodim bilan yuzma-yuz gaplashib hal qilishga o'rgangan edi. Masalan, pensioner ertalab soat 8:00 tuman pensiya bo'limiga borardi, navbatda turardi. Ichkariga kirardi, hujjatini ko'rsatardi va masalasini tushuntirardi. Bankda ham shunday, kartam ishlamayapti, pensiyam tushmadi, pul yecha olmayapman deb filialga borib, kassir yoki operator oldida masalani hal qilishga harakat qilardi. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'plab muassasalarda kirish tartibi qat'iylashmoqda. Bu hamma pensionerlarga hamma joyga kirish taqiqlandi degani emas. Lekin ayrim muassasalarda ayniqsa yopiq rejimli, xavfsizlik nazorati kuchli, elektron navbat bilan ishlaydigan, ichki xonali fuqarolar uchun mo'ljallanmagan joylarda pensionerni ham, boshqa fuqaroni ham hujjatsiz, yozuvsiz, chaqiruvsiz yoki ruxsatsiz ichkariga kiritmasliklari mumkin. Mana shu yerda odamlar orasida vayma paydo bo'lmoqda. Pensionerlarni endi idoraga kiritmas ekan. Nafaqadagilarni muassasa ostonasidan qaytarishar ekan. Endi faqat yoshlar kirar ekan degan gaplar tarqaladi. Men mutaxassis sifatida shuni aniq aytaman. Masala pensionerning yoshida emas, masala kirish tartibida, hujjatda, murojaat shaklida va muassasaning ishki rejimida. Birinchi navbatda xavotir olishi kerak bo'lganlar, hujjatsiz yuradigan, oldindan navbat olmaydigan, qaysi xonaga borishini bilmaydigan, men pensionerman, meni darrov kiritish kerak deb o'ylaydigan fuqarolar. Chunki bugungi tartibda ko'plab joylarda men keksa odamman degan gapning o'zi yetarli bo'lmayapti. Sizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, murojaat sababi zarur bo'lsa yo'llanma, elektron navbat yoki ariza raqami bo'lishi kerak. Masalan, 18 yoshli otaxon pensiya kartasidagi pul tutishmaganini bilish uchun bankka boradi. Oldin u to'g'ridan to'g'ri operator yoniga kirib ketishi mumkin edi. Hozir bankda qo'riqchi yoki administrator undan. Navbat raqamingiz bormi? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatingiz bormi? Kartaning egasi o'zingizmisiz deb so'raydi. Agar otaxon pasportini uyda qoldirgan bo'lsa, bank uni ichkarida xizmat ko'rsatish zaliga kiritishi ham, kiritmasligi ham mumkin. Chunki bank moliyaviy muassasa, u yerda begona shaxs nomidan operatsiya qilish mumkin emas. Ikkinchi misol, 72 yoshli onaxon nabirasining maktabiga borib, direktor bilan gaplashmoqchi bo'ladi. Maktab bolalar muassasasi hisoblanadi. Hozir ko'plab maktablarda begona shaxslarni ichkariga kiritish qat'iy nazorat qilinadi. Onaxon men bu bolaning buvisiman desa ham, agar ota-onadan yozma ruxsat bo'lmasa, shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, maktab ma'muriyati uni sinfxonasiga yoki ichki hududga kiritmasligi mumkin. Bu pensionerga hurmatsizlik emas, bu bolalar xavfsizligi masalasi. Uchinchi misol. 15 yoshli erkak tibbiyot muassasasiga keladi. Lekin u boradigan bo'lim karantin, reanimatsiya, yuqumli kasalliklar yoki yopiq statsionar bo'lim bo'lsa, u yerga kirish cheklanishi mumkin. Hatto bemorning yaqin qarindoshi bo'lsa ham. Vraq ruxsatsiz, belgilangan tashrif soatisiz, tibbiy niqobsiz yoki ro'yxatdan o'tmasdan ichkariga kiritilmaydi. Bu ham yoshga bog'liq emas. Bu yerda bemorlar xavfsizligi, sanitariya qoidalari va kasallik tarqalishining oldini olish birinchi o'rinda turadi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar pensionerda hujjatlar joyida bo'lsa, qaysi masala bo'yicha borayotganini aniq bilsa, elektron navbat olgan bo'lsa, chaqiruv qog'ozi, yo'llanma, ariza raqami yoki qabul vaqti bo'lsa, unda odatda muammo bo'lmaydi. Masalan, onaxon poliklinikadan mutaxassis shifokorga yo'llanma olgan, qabul vaqti soat 10:30. Yonda ID karta bor. Bunday holatda uni pensioner ekansiz kirmaysiz deb qaytarishlari qonuniy asosga ega emas. Yana bir muhim jihat. Davlat xizmatlari markazi, bank, tibbiyot muassasasi, soliq
kadastr, pensiya bo'limi kabi joylarda xizmat ko'rsatish tartibi bor. U yerga kirish mumkin, lekin tartib bilan. Kirish taqiqlangan degan gap ko'pincha ichki xizmat xonalari, arxiv, serverxona, kassaning orqa qismi, xodimlar ishlaydigan kabinetlar maxsus rejimli hududlar uchun aytiladi. Fuqarolar qabul zali bor joyda qabul qilinadi, lekin har kim xohlagan kabinetga kirib ketavermaydi. Eng katta xato shuki, odamlar pensioner maqomini avtomatik imtiyoz deb tushunadi. Albatta, keksa insonlarga hurmat bo'lishi shart. Navbatda yordam berish, tushuntirib berish, o'tirishga joy ko'rsatish, qo'pol muomala qilmaslik, bular insoniylik va xizmat ko'rsatish madaniyatining asosidir. Lekin pensioner bo'lish hamma joyga ruxsatsiz kirish huquqini bermaydi. Birinchi nozik jihat. Pensioner boshqa odam nomidan ish yuritayotgan bo'lsa, masalan, yetim yoshli onaxon o'g'lining bank kartasi masalasi bo'yicha bankka boradi. Bank xodimi undan ishonchnoma so'rashi mumkin. Onaxon men onasiman desa ham. Bu moliyaviy operatsiya uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki bank sirini ochish, karta ma'lumotini berish, pul yechish, hisob raqamini ko'rish faqat karta egasi yoki notarial ishonchnomasi bor vakilga ruxsat etiladi. Demak, bu yerda pensionerlik emas, vakolat masalasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya va nafaqa masalalarida ham hamma kabinetga kirish shart emas. Hozir ko'p xizmatlar elektron tizim orqali yuritiladi. Fuqaro ariza beradi, ariza raqami olinadi. Natija SMS orqali yoki portal orqali keladi. Pensioner har kuni bo'limga borib, hujjatim qayerda qoldi deb ichki xonalarni aylanib chiqish kerak emas. Agar murojaat muddati buzilsa, yozma shikoyat qilish mumkin. Lekin tartibsiz kirib ketish muammoni tezlashtirmaydi. Aksincha nizoga sabab bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, sog'lig'i yomon pensionerlar. Agar keksa odam yurishga qiynalsa, ko'zi yaxshi ko'rmasa, eshitish past bo'lsa, uni eshik oldida uzoq ushlab turish to'g'ri emas. Bunday holatda muassasa xodimlari alohida yordam ko'rsatish kerak. Lekin pensionerning o'zi ham oldindan tayyorlanishi zarur, yonda hamroh bo'lishi. Hujjatlari alohida papkada turishi, telefonda yaqin kishining raqami yozilgan bo'lishi kerak. Agar imkon bo'lsa, farzandi yoki ishonchli vakili bilan borgan ma'qul. To'rtinchi nozik jihat, qo'riqchi bilan tortishish. Ko'p holatda pensionerlar muassasa eshigida qo'riqchi bilan janjallashadi. Qo'riqchi esa faqat buyruqni bajaradi. Ro'yxatda yo'q, kiritmayman. Qabul vaqti tugagan, hujjatingiz yo'q. Bu bo'limga tashrif buyuruvchilar kiritilmaydi. Bunday vaziyatda baqirish, videoga olish bilan qo'rqitish, men falon joyga shikoyat qilaman deb janjal qilish har doim ham foyda bermaydi. To'g'ri yo'l, mas'ul xodimni chaqirishni so'rash, rad etish sababini aytib berishni talab qilish, agar kerak bo'lsa yozma javob so'rash. 5-chi nozik jihat, ayrim muassasalar haqiqatan ham yopiq bo'ladi. Masalan, harbiy qism, tergov izolyatori, sudning xizmat xonalari, prokuratura yoki ichki ishlar organlarining ayrim bo'limlari, maxsus arxivlar, bolalar uylari, internatlarning yashash korpuslari, yuqumli kasalliklar bo'limi. Bu joylarga men pensionerman deb kirib bo'lmaydi. Ruxsatnoma, chaqiruv, yo'llanma yoki belgilangan tartib kerak. 6-chi nozik jihat, ayrim xususiy tashkilotlar noto'g'ri yo'l tutishi mumkin. Masalan, xususiy klinika yoki bank filiali pensionerlar kiritilmaydi deb umumiy yozuv ilib qo'ysa, bu juda shubhali holat. Chunki xizmat ko'rsatish joyida yoshga qarab kamsitish bo'lmasligi kerak. Agar xavfsizlik yoki sanitariya sababi bo'lsa, u aniq ko'rsatilishi kerak. Faqat oldindan yozilgan bemorlar, faqat shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan. Tashrif soati 16:00 dan umumtaqa jurgacha. Lekin pensionerlar mumkin emas degan umumiy yondashuv ko'p hollarda asossiz bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyda pensioner yaqinlaringiz bo'lsa, men tavsiya qiladigan aniq qadamlar bor. Birinchi qadam, muassasaga borishdan oldin sababni aniqlang. Pensiya tushmadimi, karta ishlamayaptimi, subsidiyaga ariza topshirishmi, shifokorga kelishmi, maktab yoki bog'cha masalasimi? Har birining tartibi boshqa. Bir joyga borib hamma muammoni hal qilaman deb o'ylamang. Masalan, pensiya kartaga tushmagan bo'lsa, birinchi bankdan hisobni tekshirtirish kerak bo'lishi mumkin. Agar bank pul kelmagan desa, keyin pensiya organiga murojaat qilinadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Eng kamida ID karta yoki pasport bo'lishi shart. Pensiya guvohnomasi yoki nafaqaga oid ma'lumotnoma bo'lsa, uni ham oling. Bank kartasi masalasi bo'lsa, karta yoningizda bo'lsin.
tibbiy masala bo'lsa, yo'llanma tahlil natijalari ambulator karta nusxasi avvalgi tashxislar kerak bo'lishi mumkin. Agar boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillikni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. 3-qadam, oldindan telefon qiling. Ko'p muassasalarda qabul kuni va soati bor. Masalan, rahbar qabuliga har kuni emas, haftaning ma'lum kunida kiriladi. Shifokorga elektron navbat bo'ladi. Davlat xizmatlari markazida navbat raqami olinadi. Bankda ayrim xizmatlar faqat karta egasiga ko'rsatiladi. Telefon qilib so'rasangiz, yo'lga behuda chiqmay, vaqt va asabni tejaysiz. 4-qadam, elektron navbat yoki yozilishni tekshiring. Hozir ko'p xizmatlar navbat asosida ishlaydi. Agar farzandingiz yoki nabirangiz yordam bera olsa, siz uchun onlayn navbat olib bersin. Navbat vaqti, ariza raqami, qabul manzili qog'ozga yozib qo'yilsin. Keksa odam telefonidagi SMSni topolmay qolishi mumkin. Shuning uchun qog'ozga yozilgan ma'lumot juda foydali. 5-qadam, muassasa eshigida xotirjam gapiring. Qo'riqchiga yoki administratorga men falon masala bo'yicha keldim. Qabul vaqtim falon, hujjatim mana, kimga murojaat qilaman deb ayting. Agar kiritishmasa, iltimos, rad etish sababini tushuntirib bering. Qaysi tartibga asosan kiritilmayapman? Mas'ul xodim bilan gaplashsam bo'ladimi? deb so'rang. Bu savollar janjalsiz, lekin qat'iy bo'lishi kerak. 6-qadam, rad etsa yozma izoh so'rang. Har doim ham yozma javob berishmaydi, lekin siz murojaatingizni yozma topshirishingiz mumkin. Arizada shunday yoziladi: men falon sanada falon muassasaga falon masala bo'yicha murojaat qildim. Meni qabul qilishmadi yoki ichkariga kiritishmadi. Rad etish sababi va masalani hal qilish tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasini muassasaga topshirasiz. 2-chi nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 7-qadam, agar huquqingiz buzilgan bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Davlat muassasasi bo'lsa, uning yuqori boshqarmasi bor. Bank bo'lsa, bankning ishonch telefoni va markaziy bankka murojaat qilish kanallari mavjud. Tibbiyot muassasasi bo'lsa, sog'liqni saqlash boshqarmasiga yoki vazirlikka murojaat qilish mumkin. Mahalla, ijtimoiy yordam, pensiya masalalarida esa mas'ul hududiy bo'limga yozma murojaat qilinadi. Eng muhimi, murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Sana, vaqt, joy, kim bilan gaplashdingiz, nima dedi, sizda qanday hujjat bor edi. 8-qadam, pensioner yolg'iz bo'lmasin. Ayniqsa yoshi 75 dan oshgan, bosim ko'tariladigan, yurak kasali bor, eshitishi yoki ko'rishi past insonlar muassasalarga yolg'iz bormagani yaxshi. Yo'lda farzandi, qo'shnisi, mahalla faoli yoki ishonchli vakili bo'lsa, hujjatlarni tushuntirish, navbatni kuzatish, telefon orqali kerakli ma'lumotni topish osonlashadi. Bu pensionerning mustaqilligini cheklash emas, aksincha, uni ortiqcha sarsonlikdan himoya qilishdir. 9-qadam, har bir hujjatdan nusxa qiling. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi shartnomasi, tibbiy yo'llanma, ariza nusxasi alohida papkada bo'lsin. Men ko'p ko'rganman. Pensioner muassasaga boradi, lekin kerakli hujjatning asl nusxasi uyda qolgan, nusxa yo'q, telefonda surat bor, lekin internet ishlamayapti. Natijada yana qaytib kelishiga to'g'ri keladi. Oddiy papka ko'p muammoni hal qiladi. 10-qadam, og'zaki aytishlarga ishonib qolmang. Agar sizga bu xizmat berilmaydi, pensionerlar kiritilmaydi, bu yerga kelmang, sizning ishingiz ko'rilmaydi deyishsa, doim asos so'rang. Qonuniy tartibda xizmat rad etilsa sababi bo'lishi kerak. Hujjat yetishmasa, qaysi hujjat yetishmayotgani aytilishi kerak. Navbat bo'lmasa, qachon kelish kerakligi tushuntirilishi kerak. Shunchaki eshikdan qaytarib yuborish to'g'ri xizmat ko'rsatish emas. Hayotiy vaziyatlarni yana aniqroq ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, pensionerning kartasiga har oy 1.200.000 so'm pensiya tushadi. Bu oy tushmadi. U bankka bordi. Bank hisobingizga pul kelmagan dedi. Bu holatda pensioner bank bilan janjal qilmasligi kerak. U bankdan hisob bo'yicha ma'lumot so'raydi. Keyin pensiya organiga ariza bilan murojaat qiladi. Agar pensiya organi to'lov yuborilgan desa, bankdan yozma tekshiruv talab qilinadi. Ya'ni muammo qayerda ekanini hujjat bilan aniqlash kerak. Ikkinchi vaziyat, onaxon poliklinikaga bordi. Lekin bugun shifokor qabul qilmaydi deb qaytarishdi. Agar bu rejali qabul bo'lsa, u ro'yxatga yozilishi kerak. Agar holati og'ir bo'lsa, tez tibbiy yordam yoki shoshilinch qabul tartibi ishlaydi. Demak, har bir tibbiy holatni meni kiritishmadi deb emas, menga qanday tartibda yordam ko'rsatilishi kerak edi deb bog'lash lozim. 3-vaziyat.
pensioner mahalla yoki ijtimoiy yordam bo'limiga yordam puli masalasida boradi. Uni arizangizni portal orqali bering deb qaytarishlari mumkin. Bu holatda pensioner men internet bilmayman desa, unga tushuntirish berilishi. Zarur bo'lsa davlat xizmatlari markazi yoki mahalla orqali yordam ko'rsatilishi kerak. Ya'ni raqamlashtirish keksa insonni xizmatdan mahrum qilish uchun emas, xizmatni tartibga solish uchun ishlatilishi kerak. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensionerlarga kirish taqiqlangan degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Pensionerlarni jamiyatdan chetlatish yoki xizmatlardan mahrum qilish haqida gap ketmayapti. Gap shundaki, ayrim muassasalarda kirish tartibi qat'iylashgan, hujjatsiz, navbatsiz, ruxsatsiz, boshqa odam nomidan ishonchnomasiz yoki yo'q hududga sababsiz kirish mumkin emas. Bu tartib pensionerlarga ham, boshqa fuqarolarga ham birdek taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, murojaati asosli bo'lsa, qabul vaqti yoki ariza raqami bo'lsa, uni faqat yoshi sababli qaytarish to'g'ri emas. Bunday holatda yozma izoh so'rash, ariza topshirish, yuqori tashkilotga murojaat qilish kerak. Sizlardan iltimos, uyingizdagi pensioner yaqinlaringizga bu ma'lumotlarni tushuntiring. Hujjatlarni tartibga solib qo'ying. Kerakli telefon raqamlarini yozib bering. Muassasaga borishdan oldin navbat va qabul vaqtini tekshiring. Shunda ortiqcha sarsonlik, janjal va asabiylashish kamayadi. Sizning hududingizda pensionerlarni muassasaga kiritmay qo'yish holatlari bo'lganmi? Izohlarda yozing, qaysi muassasa, qanday vaziyat bo'lganini ayting. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z huquqini ham, vaqtini ham, sog'ligini ham himoya qila oladi.